Ozodaxonim Nursaidova degan aktrisamiz bor, bilasizlar. Oxirigacha ko'raylik, iloji boricha tarqatib yuboringlar. Ana o'sha opani klip jarayoniga meni Sabrina degan tanishimni chaqirishgan massovkaga. Qiz borgan paytda gelikka oldidan o't berasiz deb aytishgan. Eng qizig'i gelik urildi, 16 yoshga to'lmagan, voyaga yetmagan, pravasi bo'lmagan qizni o'tkazib qo'yishgan. U qiz kablukda bo'lgan. Sabrina gelikka oldidan o't o'tgan paytda qizni bosib ketgan Sabrinani. Tosh so'ylari singan 4 tonnali mashina. Hozir 9 soatlik operatsiyani boshdan o'tkazib, necha kun komada yotib, operatsiyadan chiqdi. Eng qizig'i tirik qolmaydi deb aytishgan, tirik qoldi. Bitta oyog'i 7 sm kalta bo'lib qoldi. Faqat hozir nogironlar aravachasida harakatlanyapti. Eng qizig'i bu paytda Ozoda pana komandasi iltimos hech haqqa hech narsa demay, biz o'zimiz yordam beramiz, oyoqqa turgungacha yopti qilamiz deb aytishgandi. Operatsiya paytida ham tepasida turishmagan, klipligini ovurishgan va operatsiya tugagandan keyin ham klip premyerasida biz aktrisamiz deb qizil gilamlarda bet chidab yurgan. Videoni keraklicha tarqatinglar, tegishli joylarga yetib borsin va Ozoda Nursaidova ham, rulda bo'lgan qizaloq ham va O'ttiga productionlar rejissyorlarigacha xona oldida javob berishi kerak. Chunki bitta odamni salkam o'limdan qoldirib, nogiron qilib qo'yib, mana bitta qonun oldida javob bermasdan bemalol yurishga haqqi yo'q hech kimni. Meni tanishim jonim achidi shu narsaga. Yana bitta video. Bu hol chiqishimizdan maqsadimiz majbur bo'lib chiqdik. Ayrim bir odamlar, blogerlarga men aytmoqchimanki, bu Ozodapani olingan klipida bo'lgan voqea baxtsiz voqea deymiz bu narsani. Baxtsiz voqeada nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmasdan turib, hamma xohlagan gapini gapirib qo'yib yotibdi-da u yerda. Birinchi yordam ko'rsatilmagan deyapti. Vaholanki birinchi yordam ko'rsatilgan. Telefonda har bitta narsa qilingan narsa bo'yicha bansaga birinchi kundan borganimizdan hozirgi kungacha bo'lgan narsalar, qilingan narsalar hammasi yozilgan. Onasi bilan gaplashilgan gaplari hamma narsa yozilgan bu yerda. Lekin hozir sizlar bilmasdan turib, nima haqqinglar bor yolg'on ma'lumot tarqatyapsizlar-da. Kimga xohlagan odamga bersa, hamma o'zicha negativ bitta odamning nomini yomonlash 5 minut, 1 daqiqada yomonlab qo'yishimiz mumkin, hammani yomon qilishimiz mumkin. Lekin bunaqa kunlarda hozir bir-birimizni dilimizni ortib gunohga botmaylik-da. Bu narsani mana nima kim qanaqa savoli bo'lsa bemalol telefonda nomer bor. Bemalol telefon qilsin, murojaat qilsin. Rostdan shunaqa bo'lganmidi? O'sha yerda tepasida bo'lganmi deydi. Nima bo'lgan o'zi? Nima ketyapti bu yerda deb. Bu yerda maqsad va shu boshqa narsa o'zi. Bu yerda boshida bizga kerak bo'lsa yangi uy oldirmoqchi bo'lishgan. Kerak bo'lsa boshqa narsa qildirmoqchi bo'lishgan. Bu yerda birovni hozir ayblamoqchi emasman, lekin bu narsani tegiga yetish uchun telefon bor. Biz hozir qonuniy davlatda yashayapmiz hammamiz. Bu narsa bo'yicha tergov ketyapti. Birinchi kundan beri boshlangan tergov jarayoni boshlangan. Hozirgacha ketyapti. Ertaga sud bor. Buni biza hal qilmaymiz sizlar bilan. Buni sud hal qiladi bu narsani. Sud hal qiladi. Mana bu yerda Ozodapa u klipda misol uchun bo'lmaganlar. Ular faqat zakaz hisobida zakaz berilgan, bularga klip olib beriladi deb o'sha klip jarayonida bo'lgan voqea bu. Biza hozir haqqimiz yo'q kimgadir tuhmat qilib qo'yishga, bilib bilmasdan xohlagan narsani qo'yib yotibmiz. Ozgina insof qilinglar-da, telefon bo'lsa, mana telefonimizga qilib, bemalol nima savolinglar bo'lsa javob berishga biz tayyormiz. Shaxsan men bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Shaxsan men bu klipda operator sifatida men taklif qilinganman. Rejissyor deb yozibdilar. Keyin o'sha tagidagi полный описанияларni o'qib chiqdim. U yerda qaralmagan, boshqa narsa qilinmagan degan gaplar bor. Bular hammasi yolg'on. Men internet saytlariga aytmoqchiman. Bular bo'lmas narsalarni PR uchun chiqarmaydi. Sizlar bir oxiri tagiga yetinglar u narsani. Bir bizaga ham kelinglar, ko'ringlar bizada nima, qanaqa yordamlar qilingan. Bu Ozodapam tomonidan o'sha rulda bo'lgan o'sha qiz tomonidan bo'lgan narsalar. Sizlar u voqeaning ichida bo'lmagansizlar. Sizlar bilmaysizlar bu narsalarni. Bular mas voqealarni chiqarib tashlamaydi. Qonun bor, qonun doirasida ish ketyapti hozir. Hamma yozib yotibdi, negativlarni yozib. Ozoda Nursaidova u joyda umuman ishtirok etmagan. U joyda u opani nima deydi? U nomini bulg'ash bu yaxshi emas bu ro'za oyida. Sizlar bir o'ylab aql bilan ish qilinglar. Men saytlarga aytmoqchiman. Bular bo'lmas narsani qo'yavermanglar, sizlar surishtiringlar bir tagini. Nima sabab nima, qanaqa bo'lgan voqea yoki tergov bor, tergovdan borib so'ranglar. Yordam qilinmagan deb yozibdi. Uni uy, men xabar, men shuni bilaman. Men nima deydi? O'sha jarayonda bo'lganman. Mana o'sha Jasurni o'sha aktrisalar bo'yicha shug'ullanadigan ukamiz, o'sha qizimizni chaqirgan mana yigitimiz, lekin u yerda baxtsiz voqea bo'lgan. U yerda ataylab hech kim bir narsa nima qilmagan u yerda. O'sha qiz, rulda o'tirgan qiz bilmasdan o'sha voqea bo'lgan u narsa. U hech kim bu narsa, shu narsa bo'lsin deb qilmaydi bu narsani. Kelib surishtiringlar, u qizga mana oyoqqa turibdi yaqingacha, chunki unga yaqingacha qaralgan, kvartirasi
hamma bitta bu yerdagilar emas, hamma jamoadagi hamma kelib qaragan unga. Kvartirasigacha, yeb icharligacha, uy sharoitlarigacha, shu ishlashga noloyiq qiz deb hozir yotish kerak deb oyma-oy $500 berilgan. Hammasini hujjati bor, videolari bor, dokumentlari bor. Lekin bu narsa qilinyapti-da, kimlardir aql o'rgatishi sababli aytilyaptiki, endi oxirida kelib uy talab qilinyapti, mashina talab qilinyapti. Bu narsa endi insof bilan-da, bu narsa nima deydi? Bu chista abdushi bu Alloh roziligi uchun qilingan narsa. Bu yerda u aybdorligi uchun emas, bu yerda hech kimning aybi yo'q bu yerda. Bu atalab qilingan ish emas. Qizga oyoqqa turishigacha qaralgan. Oyoqqa turib yana 3 oy passivniy rejim degan. Sekin o'ziga kelib oyoqqa turish boshlaganda, unga turma deyilganda syomkaga, men eshitishimizga qaraganda, syomkaga chiqdi. Tog'gami, qayergadir chiqdi. Men endi men bilmayman, avvalambor men rostmi yolg'onmi eshitishimga qaraganda o'sha syomkaga olib chiqishganda, o'sha joyda yana yiqilgan ekan u qiz. Yiqilgandan keyin yana operatsiya qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak deb shunaqa talablarni qo'yapti-da. Lekin insonga insof kerak-ku, insof kerak. Bunaqa yolg'on ma'lumotlarni tarqatib, negativlarni qilib tashlamaylik insonlar. Savolinglar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar yoki mana tergovga murojaat qilinglar, xohlasanglar. Agar bizga ishonmasanglar, tergov jarayoni ketyapti bu narsa. Qonuniy hamma narsa. Hech kim birovga qarindosh urug'lik joyi yo'q, bir-birini oladigan, yonini oladigan joyi yo'q. Bu narsa hamma narsa qonuniy bo'ladi. Ertaga sud bo'lgandan keyin sud o'zi biladi kimni aybdor qilish kerak, kimni aybdor qilish kerak emas, kim oqlanadi, kim oqlanmaydi. Yo, o'sha men internet saytdagilarga aytmoqchiman. Sizlar nimaga kelmayapsizlar? Kelinglar, ko'ringlar, hammasini ko'rasizlar. Videolarigacha, zapislarigacha hammasi bor. Uy talab qilgan hammasi bor. Lekin unga hamma abdushi qaradi, bu qiz oyoqqa tursin. Bu qizni biz nima qilamiz, nima deydi? Erta tuzalib ketgandan keyin hali yana birga ishlaymiz degan niyatlarda qilingan. Yaxshi niyatda qaralgan bu qizga. Lekin endi insof bilan-da oxiriga kelib mashina, uy deyish endi birovni nomini yolg'on ma'lumotlar chiqarib, bu yerda meni nomimni bulg'ab, men u yerda men operatorman. Meni operator qilib chaqirishgan. Menga nima olish kerak bo'lsa, motor deganman, bo'ldi. Bu syomka bu. Men ishim mana shu, motor deganman, syomka qilish kerak bo'lgan kadrni olish. Meni vazifam shu. Meni vazifam uni boshqasiga qarash emas.